Yolg'on akvapark ko'pchilik biladi. Akvaparkdan kirsak, Qo'shtepa tumaniga qo'shilib ketadi. Endi bag'i akvaparkdan kirganimizda 40-maktab, ya'ni Varashilib, Kallelin deyiladi. Varashilibda 40-maktabdan o'tganimizda 36 sotik bo'lgan joy chiqib qoldi. Bu suvni ko'ryapsizmi? Suv zo'r o'tar ekan. Ichimlik suv bor, tepada suv svet turibdi. Qarang, eni, mana shu eni 40 metr, uzunasiga 90 metr. Juda ham chiroyli bo'lgan joy chiqib qoldi. Bo'lib ham sotaveraman-ku deyapti. Bo'lib ham beraveram 36 sotik deyapti. Qarang. Chiroyli qilib atrofi o'rab qo'yilgan, polnosti. Bu yoni mahalla. Bu yon mahalla. Bo'lib turib, aka 10 sotik olsangiz, siz 10 sotik olsangiz, undan keyingi 10 sotik olsa, o'zi 6 sotik oxirida qolib ketaveradi. Eshik ochib olsa bo'laveradi bemalol. Mana shu joyimiz 36 sotik bo'lgan joy, sotiga $3000 deyilyapti. 10 sotik desin, 5 sotik desin, bo'lib berilaveradi, farqi yo'q. Net sotiksiz, chunki bu yoni ko'ryapsiz, bo'm-bo'sh. $3000 sotigiga Qo'shtepa, Varashilib, 40-maktabdan o'tganimizda Varashilibda bu joylashgan. Ichkari kirdi xolos, ko'p ham bas. Svet, suv bor, muammos, kadastr hujjatlari joyida, mana kadastrga uy ham qurib qo'yilgan. Hamma dokument joyida, nomingizga o'tkazib beriladi, notariusda pulni sanaverasiz. 36 sotik to'liq olamasiz, $3000 dan ham tushib beraman, deyapti. Like bosib obuna bo'lamiz.